Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun bizni 2025-yillik hit salatini tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 2 ta bodring, bitta katta pomidor, 200 gramm kolbasa kopchoniy, 3 ta tuxum, sir, palochkaligi va mayonez. Sirni xohlasak, oddiy sirni ham tyorkadan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak, shunaqa sirni ustiga tola-tola qilib qo'yishimiz ham mumkin. Tuxumi bo'lsa, hozir biz bilinchga o'xshatib quymoq qolamiz o'sha tuxumdan ozgina tuz bilan aralashtirib. Birinchi bo'lib ishni tuxumlarni quymoq pishirib olishdan boshlaymiz. Tuxumni chaqib oldik, ozgina tuz solib, yaxshilab aralashtirib, ularni pishirib olamiz quymoq qilib. Mana tovamizga ozgina yog' soldik, endi tuxumlarni quyib bilinchga o'xshatib pishirib olamiz. Mana quymoqlarni pishirib oldik. Endi hammasini uchburchak shaklida to'g'rab chiqamiz. Mana bodringlarni uchburchak to'g'rab oldik. Pomidorlarni ham bo'laklarga bo'lib olamiz. Ichidagi hamma yumshoqlarni olib tashlaymiz. Ularni ham uchburchak to'g'raymiz. Kolbasalarni ham shunaqa uchburchak kesib olamiz. Mana uchala narsamizni kesib oldik uchburchak qilib. Endi quymog'imizni kesib olamiz. Quymoqni ham uchburchak qilib kesib olamiz. Quymoqlarimizni ham shunaqa uzun uchburchak qilib to'g'rab olamiz. Mana hamma masalamizni to'g'rab oldik. Endi mayonez solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana mazali salatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni likopchalarga solib chiroyli bezatamiz. Mana mazali salatimiz tayyor bo'ldi. Ustiga mana shunaqa qilib sirlarni chiroyli qilib sirlar bilan bezatamiz. Juda ham ishli, mazali qilsangiz afsuslanmaysiz. Hammaga birdek yoqadigan zo'r salat bo'ladi.